derlar bitta onang bitta tanang do'st. Yor og'ayni emas faqat bolang do'st. Tongda joy namozda qilgan nolang do'st. Jonim bolam senga ko'z tegmasin deysiz. Tiriklik deb chopgan onalar, ro'zg'orim deb shoshgan onalar, joningizga kuysin bolalar. O'zingizni ehtiyot qiling, do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lin dadil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning onasi, go'zal taqdir peshonasi bor, tilla to'la koshonasi bor, Makka tilla ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning onasi, kamon otsa yoyi o'shadir, osmon kulsa oyi o'shadir, odamlarning boyi o'shadir. Hayot bo'lsa kimning onasi. Baxtimizga duogo'y onajonlarimiz doimo sog' salomat bo'ling. Feruzaxon onam xudo xolasa siz ham mana shu hoji onalardek hajga borib hoji ona bo'ling deymiz. Farzandlar, nevara-chevarlarni baxtu kamollarini ko'ringlar. Xudo xolasa mana duogo'y hoji onalarimiz, ammajonlarimiz ta'kidlab o'tganlaridek Allohim ne'mat berganlarida bir yildan so'ng Samarqandjonda Farangizxonni farzandlarini beshik to'ylarida, aqiqa to'ylarida ham qatorimizdan kam qilmasdan mana shunday diydor ko'rishish hammamizga nasib ro'z aylasin.